Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz a'zolari. Xitoydan har turli xolodilniklarimiz yana keldi va 3 eshiklik morozilkalarimiz ham keldi. Juda ko'pchilik pishiriqchi opa-singillarimiz so'rashgan edi. Mana umumiy ko'rinishlari, mana bu morozilka -22 lik, hozir sinovda qo'yib qo'yganmiz. -26 ga keldi. Ichidagi graduslar -30. Mana ko'rishingiz mumkin, -30. -26. -27. Mana ko'rishingiz mumkin. Mahsulotlaringizni quritib qo'ymaydi. Eshiklari tuman bermaydigan funksiyalari bor. Ikkita motorlik 220 da ishlaydi. Bahosi $2600. Oldi eni 186, balandligi 208, yoni 70. Endi xolodilniklar ham kerak bo'lib qolsa, mana xolodilniklarimiz, bu ham o'sha razmer. Faqat bu minus uchun emas, 0 gradusligi, lekin bu ham -15 gacha chiqibdi mana. Bunda minus ishlatsangiz bo'ladi, lekin bunda eritish sistemalari yo'q. Har turli ranglari bor. Oq, seri, qora. Mana bu morozilkalarimizda klapanlik eritish sistemasi. Juda ham aqlli, funksiyali. Siz mahsul ichidagi qorini sizga ko'rinmaydi va eritish jarayonini ham sezmaysiz. Kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Har turidan mavjud.